Assalomu alaykum. Milliy sertifikat 26-savolda bo'lib tushgan savolni ko'rib chiqamiz. Demak, uchburchak bo'lish shartiga qo'yamiz. Ya'ni bizdan so'ralyapti, x ning eng katta qabul qilishi mumkin bo'lgan natural son toping deyilyapti. Demak, x ga qanaqa eng katta natural son qo'ysa bo'ladi, o'shani tekshiramiz. Demak, uchburchak bo'lish sharti ikkita tomonni yig'insa 3-dan katta bo'lishi kerak. Demak, x ga 5 ni qo'shsam, katta bo'lishi kerak. 3x minus 5 dan. Bu bitta sharti. Men x ga 5 ni qo'shdim. Endi x ga buni qo'shsam, x qo'shilgan 3x minus 5, mana shu ikkalasini qo'shsam katta bo'lishi kerak 5 dan. Bu ikkalasini qo'shdim. Endi keyin 3-sini qo'shaman. Endi mana 3x minus 5 bilan 5 ni qo'shaman. 3x minus 5 ga qo'shaman 5 ni, o'sha katta bo'lishi kerak. Menda 3-tomon x dan. Ya'ni ikkita tomon yig'ilsa 3 tomondan katta bo'lishi kerak degan shartga qo'yapmiz. Endi mana shuni ishlab chiqaman. Ishlab chiqadigan bo'lsam, 3x bu tomonga o'tsa minus 2x katta minus 10 bo'lyapti. Bu birinchisi. Keyingisi hop, minus 5 bu yoqqa o'tsa 4x katta 10 bo'lyapti. Bunisi 5 lar ketyapti, x bu yoqqa o'tyapti, 2x katta bo'lyapti 0 dan. Endi buni davom ettiradigan bo'lsak, davom ettiryapmiz mana. Bo'laveraman. X mana x minus 2 ga bo'laversam mana o'zgaradi-da. O'zgaradi, x kichkina 5 bo'ladi. Bunisi x katta 2,5 dan, bunisi x katta 0 dan. Endi xulosa eng katta natural son deganman, chizamiz. Demak, 2,5 dan katta bo'lsa 0 dan kattaligi aniq. Demak, javob 2,5 dan 5 gacha bo'lyapti. 2,5 dan 5 gacha. Endi bu yerda eng katta natural son nechi desa, eng katta natural son 4.